Ramazon kunlarini uxlatib yuborishdi ham deyishdi. Lekin ko'rib turganingizdek hammamiz bir bo'lib hazil bilan boshlangan ishga bosh bo'lib shunaqa chiroyli ehsonga qo'l urdik va albatta shu ehsonga o'zini pulini ayamasdan, biza borganimizda ko'ksimizdan itarmasdan chiroyli tarzda bizani kutib olgan hamma yulduzlarimizga, blogerlarimizga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz va sizni pulingiz, bizni pulimiz shunaqa chiroyli ehsonga ketganini sizlarga bildirish maqsadida bir kichkinagina videoni tayyorlayapmiz. Assalomu alaykum, bizlar keldik. Ramazon yo'lini izlab keldik. O'choqda kul, karmonda pul, chiqara qoling 10 ming pul. 10 ming pulni bog'i bor, bog'ida anori bor, anorini ichida shaqir-shuqir pullar bor. Olib chiqing, tog'oraga solib chiqing, tog'oraga sig'masa cho'ntagingizga solib chiqing. Eshigingiz tagida oy ko'rdik, hammadan sizni boy ko'rdik. O'choqda kul, karmonda pul, chiqara qoling $100. Amin. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Parvardigori, mana bu ihson qilgan birodarlarimizni Allohim umrlariga, rizqlariga Allohimiz baraka bergin. Qilgan ihsonlarni Allohimiz beriyo oson daryoga qabul qilgin. Biliki niyatda qilgan masalan niyatlarni eng yaxshi eng afzalga muvaffaq qilgin. Qilgan ihsonlarni Allohim o'zing o'rinda hisob qilib dunyoda ham oxiratda ham ajr mukofotini Allohim o'zing ko'rsatib bergin.